Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ikkita qil. O'zim uchun xohlagandek chiroyli qilib remont qilib olaman degan akalarimiz uchun 2 xonali kvartira topib qo'yganmiz. Arendaga keladigan bo'lsak, shundoqqina Garonani orqasida, Kalsoda joylashgan 4 qavatli binoning 4-qavatida. Qonunda ko'ramiz. Ketdik. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Ko'rib turganingizdek, prixoshka qismlarimiz shundoqqina kirganimizda xonadonimizga chap qo'limizda shundoqqina tualetda. Bu kvartiramiz 2 xona bo'lishiga qaramasdan, tualet vannasi alohida joylashtirilgan. Mana vanna qismlari. Undan o'tganimizda shundoqqina to'g'rida zal qismimiz, zalimiz ham ko'rib turibsiz. Remontlari o'rtacha holatda. Bu yoqda spalniya qismimiz, yotoqxonamiz. Ko'rib turibsiz, remontlari bo'ladi, lekin olgan odam o'zi xohlagandek chiroyli holatga keltirib remont qilib olsa bo'ladi. O'zi xohlagandek, ko'ngildagidek qilib. Mana oshxona qismimiz. Bu kvartiralar asosan balkon qismi bu rayonda 3 ga 1,5 bo'ladi. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Ko'rib turganingizdek o'rtacha holatda. Kim oladigan bo'lsa, o'zi ko'ngildagidek, xohlagandek chiroyli holatga keltirib remont qilib olsa bo'ladi. Bu kvartiramizning narxini egalari 23 ming etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Va Angren shahrining Kalsodan 2 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz.